Hurmatli kursantlar, bugun Yo'ldosh Aliyev Muhammad Sulton tug'ilgan kuni ekan. Qani yaxshi tilaklarimizni bildiramiz. Bugun sinfdoshim Yo'ldosh Muhammad Sulton tug'ilgan kuni ekan. Tabriklaymiz. Onasini hajga bordi. Bugun guruhdoshimiz ukamiz Yo'ldosh Aliyev Muhammad Sulton tug'ilgan kunlari ekan. Tabriklaymiz. Ota-onasining baxtiga sog' bo'lsin, ota-onasini hajga olib yurish nasib qilsin. Xo'p, qani bu yoqda bormi? Bugun 3-guruh kursanti Muhammad Sulton tabriklaymiz. 100 yoshlarga kirib yursin, yaxshi o'qishlarga kirib ketsin, tabriklaymiz. Hasan? Bugun 3-guruh kursanti Muhammad Sultonni tabriklaymiz. Uzoq yoshlarga kirib, onasini haj safariga olib kelish nasib qilsin. Tak, kim yana? Qani? Bugun 3-guruh kursanti Muhammad Aliyev Muhammad Sulton. Muhammad Sulton tug'ilgan kuni ekan. Tabriklaymiz. Ota-onasini yuzini yerga qaratmasdan haj safariga borib kelish nasib qilsin. Inshaalloh. Ozodbek? Bugun 3-guruh kursanti Muhammad Sulton tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kunlarimiz bilan tabriklaymiz. Bugun guruhdoshimiz ukamiz Muhammad Sulton tug'ilgan kunlari ekan. 100 yoshlarga, 1000 yoshlarga kirib yurish nasib aylasin, tabriklaymiz. Bugun ukamiz Muhammad Sulton tug'ilgan kunini tabriklaymiz. 100 ga chiqib yursin, ota-onasini hajga borish nasib qilsin. Bugun 3-guruh kursanti Yo'ldosh Aliyev Muhammad Sulton tug'ilgan kunlari ekan. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Ota-onasiga va ota-onasini baxtiga sog'-omon bo'lsin. Bugun kursantimiz Muhammad Sultonni tug'ilgan kunlari ekan. Tug'ilgan kunlarini tabriklaymiz. Ota-onasini hajga borish nasib qilsin. Rahmat. Kichkina guruhimizda Muhammad Sulton tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kunlarini tabriklaymiz. Ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin. Malades. Bugun ukamiz Muhammad Sulton tug'ilgan kunlari ekan. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. 100 yoshlarga kirib yaxshi o'qishlarga kirib. Malades. Gapir. Tabriklaymiz deb qo'y. Tabriklaymiz. Malades. Bugun Muhammad Sultonning tug'ilgan kunlari ekan. Tabriklaymiz. Ota-onasini hajga borish nasib qilsin. Malades. 3-guruh kursanti Muhammad Sulton tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kunlarini tabriklaymiz. Uzoqni ko'ramiz. Bugun Yo'ldosh Aliyev Muhammad Sulton tug'ilgan kuni ekan. Tabriklaymiz. Bugun 3-guruh kursanti Muhammad Sulton tabriklayman. O'z xohlagan o'qishiga kirsa, ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin, ota-onasini hajga safariga olib berish nasib qilsin. Ibrohimjon? Bu 3-guruhdagi Muhammad Sulton tug'ilgan kunlari 100 yoshlarga kirib, ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin. Malades. 3-guruh kursantimiz Muhammad